Assalomu alaykum hammaga. Bugun mana yangi ishimizni boshlab oldik. Bugun boshlagan mashinamiz Gentra mashinasi. Uni polyevka keramika xizmatiga qo'yganmiz. Kosmetika qilinadigan, chizilgan joylar ko'p. O'sha sababdan olib qoldik. Keramikani xudo xohlasa sifati zo'ridan ishlatamiz. Hozir mo'yka qilib tozalab keldik. Polyevka xonamizga olib kirib oldik. Endi ish jarayonini boshlab olamiz. Mayda xilq joylari ko'p. O'shaning uchun ushbu xizmatga olib qo'yganmiz. Bularga jarayonlarni yana qo'yib borishga davom etamiz. Kirlovlariga bor. Karnizlariga bor. Qilingan joylarni. Tuman gazini ichiga solib kirgan. Bularni ham to'g'rilaymiz. Videolarni qo'yib boramiz xudo xohlasa. Mana polyevka jarayonini ham hozir boshlab olamiz. Bugun hozir yangi ufer qo'ydik. Zazorlarni hammasini bittalab to'g'rilab chiqdik. Tumankamizni ham suv kirgan joyini tozalab, ichlarini quritib, germetiklab oldik. Kapotimizdagi mana bu dog' bo'lgan joychalar, hammasi tosh tiygan joylarni terib, kosmetika qilib oldik. Kraska tekkizib, quritib. O'shanga bir kun vaqtimiz ketdi. Kuzovdagi ham barcha tosh tiygan joylarni bittalab terib chiqdik. Pavrotnik, baka oynalari, xalaqit beradigan narsalarni hammasini yechib olganmiz. Mana kuzovdagi umumiy tosh tiygan joylari hammasi terib chiqilgan. Tomlariga ham o'ragan. Tomlardagi dog'larni ham terib olganmiz. Endi xudo xohlasa polyevka jarayonini boshlab olamiz endi. Qolgan videolarni ham qo'yib boramiz. Mana ishimizni ham hozir yakunlab oldik. Keramika ishlari ham hozir tugadi. Natijasini ko'rib turibsizlar. A'lo darajada chiqdi. Qirilgan joylari yo'q, kosmetika qilingan joylari barchasi zo'r holatga chiqdi. Rasm ko'rinadigan darajaga chiqqan. Bu keramikaning sifatiga bog'liq asosiy. Ham polyevka qanchalik darajaga zo'r chiqsa, keramika effekti o'shanga ko'rinadi. Shaharda mana shu keramikadan ishlatamiz. Sifat a'lo darajada. Narxi sal qimmat, lekin sifat ham o'shanga yarasha. Buni oldi buferlari, podketnik qismlari almashdi, faqat plastmassali joylari. Karnizlari yo'q, baka oynalari glansli joylarigacha bo'lgan. Faqatgina oldi bufer almashdi. Tumankalarni ham o'zini ishlarini quritib taxlab oldik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa,
bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Telegram kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sog' bo'lasizlar.